Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibeti lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum azizlar. Allohga hamd, payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo yer yuziga odamni xalifa qilib yaratmoqni ahd qildi va farishtalarga dedi: "Ey farishtalar, men sizlarni yer yuzidan yuqoriga olurman, o'rinlaringizga xalifa odamni yaraturman" dedi. Farishtalar aytdi: "Ya Alloh, biz senga ibodatdamiz, birimiz ruku, birimiz sujudda tasbihlar aytib turibmiz. Odamni yaratsang, unga nafs bersang, bir-birining haqqiga xiyonat qiladi, xunini haq qiladi, dunyoni vayron qiladi-ku" deganda Alloh dedi: "Ey farishtalar, sizlar bilmagan narsani ular bilur" dedi. Va shu bilan keyin Alloh farishtalarni biz yashab turgan yer yuzidan osmonga ko'tarib oldi va bizni, ya'ni odamni yaratdi. Odam yaratgandan beri ne kunlar, ne voqealar o'tdi. Tarixdan ma'lum. Mana bitta qarab hozirgi kecha kunduzga kuzatsangiz, yer yuzida qancha qirg'inbarot urushlar bo'lyapti. Ko'p insonlar bomba tagida qolib ketyapti. Ya'ni Alloh bergan aqlni noo'rin joylarga ishlatyapti. Qarang, Alloh bergan aql bilan texnika yaratyapti. Texnikaning xohlagan turi bor. Hattoki oyga chiqib kelyapti texnika bilan. Hattoki har bir inson uyda o'tirib, mana telefon bilan butun dunyo bilan gaplashyapti. Uydan chiqmasdan. Vaqti zamonlari o'tdi. 1 oy, 2 oy, 3 oylab farzandimdan xat kelarmikan, farzandimga xat yetib bordimikan deb ota-bobolarimiz ne kunlarni ko'rgan. Qarang, biz mana shu zamonda, mana shu aql bilan, Alloh bergan aql bilan yaxshi tomondan foydalansak ham ibodat bo'ladi. Mana oddiy telefon qarang. Oddiy telefon bilan uyda o'tirib butun dunyo bilan gaplashyapmiz. Ani endi qarang, zamon o'zgarib kelib, shu telefon bilan, oddiy qo'lingizdagi telefon bilan onlayn daromad qilmoqdamiz. Mabodo mana shu siz ham shu dunyoda umringiz davomida ozgina dunyoning mo'jizalaridan foydalanib, men ham qani bir urinib ko'rayin, qani daromad qilarmikanman, Alloh menga ham shuni sabab qilib bir rizq berarmikan degan niyat bilan o'rganmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Profilimda telefon raqamim, Telegram lichkam bor. Men bilan bog'laning, noldan o'rgatamiz. Inshaalloh siz ham daromadga chiqasiz.